zamonda Sarmish degan tomonda uch bahodir bo'libdi, ular ishga kiribdi. Pahlavonlarning kattasini ismi Samir, ikkinchisini ismi Rustam, uchinchisini ismi Muhammadali edi. Bizning eng sevimli Sarmish oromgohimizga bolalarning tashrifi. Birinchi kun. Sevimli oromgohimizda 5-kun. Rustam aka, meni qo'limdan aricha qilib oldi. Qani, qo'lingni berchi? Bir qo'lingni ko'ray. Bu ari qo'lingni chaqmabdi. Birato'la yeb qo'yibdi-ku. Yur, seni medpunktga olib boray. Shunda Rustam bahodir qari chaqqan bola bilan medpunkt tomon yo'l olishdi. Ular yo'l yursa ham mo'l yurib, oxiri medpunktga yetib kelishibdi. Assalomu alaykum. Doktor, qo'limdan aricha qilib oldi. Omaga sharoit kitsam-chi. Nima bu? Nima bu? Nima sansan? Ha, nima bo'lganda ham Butun qishlog'imiz xalqi nomidan sizga katta rahmat singlim. shunda doktor Rustam bahodirga qarab diyamish. Oromgohimizning 7-kuni. Qani bolalar, padyom. Shunda bolalar orasidagi bir quloqsiz bola ularga qarab shunda Sarel bahodir Rustam bahodirga qarab Bundaqalar ko'payib ketyapti, bundaqalar. Chidamli. keyin esa Muhammadali bahodir ikkala bahodirga qarab Voy tilingga shakar bu gaplarni eshitgan Rustam bahodir shunday debdi: Biz 7 kunda sinmadik. Qolgan 7 kunda ham sinmaymiz. Uch bahodir eshitdiki, tarbiyachiligini, yetakchiligini, bahodirligini qilgani ma'qul. Pedagoglarni sabrdorlikda. Bahodirlar mehnatini ko'rgan Sarmish malikasi Umar va Mahmud hamma uch bahodirga qarata Naqd yo'rg'ab chiqinglar. Vaqt beringlar. deb ularni rag'batlantirdi. Nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri. Axir qo'sar yongan shu ovloq ne qilsa ham uning vatani. Nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri. Axir qo'sar yongan shu ovloq ne qilsa ham uning vatani. Olmasam, olam dema vatanim meni. Shu bir yaltoqchalik bo'lmasam
eshigimsan kuzatib turgan eshigim